Hammaga salom bolalar, men youtuber Hakimjonman. Iltimos obuna va like bosib qo'yinglar. Men yangi youtuberman. Shuning uchun bugun sizlar bilan 4 ta qo'rqinchli video ko'ramiz. Qo'rqdingmi yo'qmi aytaman. Komment yozasizlar. Iltimos obuna bo'linglar. Blogerlik sohasini hozirda boshlayapman. Iltimos sizlardan obuna va like bosib qo'yinglar. Iltimos qilamiz. Mayda boshlanganda biz tezroq 500 ta bo'lishimiz kerak. 500 obunachi obuna ham bo'lib qo'yinglar. Keyin o'yinlar Free Fire, PUBG larni o'ynab chiqaraman bolalar. Endi hozir shu kichkina videolardan ko'ramiz. Hozir siz ko'radigan tasvirlar sizni dahshatga solishi aniq. Videoni 18 yoshdan kichiklar o'tkazib yuborishlarini so'raymiz. Bu itning laqabi Jek. U yarim kechasi yo'qolib qoladi va uyga qaytganidan so'ng egasi uni mana shu holatda uchradi. U egasini bo'g'izlash maqsadida kun bo'yi uni mana shu holatda ta'qib qildi. Egasi itidagi o'zgarishni sezganidan so'ng unga yaxshi gapirib uyni asta-sekin tark etishga harakat qildi. Bu kuzatuv kamerasi bola ko'rinishidagi arvoh hovli bo'ylab ketayotganini tasvirga olgan. Buni ko'ring. Iltimos Gambit Oh, Gambit. What's up? Bana bilan trenirovka uncha emas. Odam bilan qilish kerak. Yetganda mazani o'xshatolmayman. Katta ham otolmayman. Ko'rsatavering. O'xshatamas. Mayli. Qorali Gambit. Bu dunyoda odamning ikkita narsa bexato. Birinchisi qizsa, ikkinchisi odam. Bilgandim. What? Endi men senga master class ko'rsataman. Odamni oxiri. Qochib ketganing azimchikka eslatdi. Ikkita bo'ldilaring. Birida qo'rqmadik va endi sizlar like qo'yinglar. Iltimos yangi youtuberman. Nivea qora va oq 72 soat himoya. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. Alo bolalar.